Bozordan ketishimizdan oldin zakaz tushib qoldi. Solarkali 8 kilovatli shumkali dizelli generatorga uchastkaga olishyapti. Yunusoboddan zakaz qilishdi. Hozir buni yengi ochdik. Moylarini qo'yib, solarkalarni qo'yib, akkumulyatorlarni ulab, zavod qilib, tayyorlab mashinadan chiqarib olamiz. Jivoy vez 175 kilo atrofida edi. Почти 2 kilolik generator, juda og'ir, juda zo'r narsa. Tanka deyman men buni. Chempion degan laqami ham bor. Kimdir masalan og'aynilar chempion-ku. Kelsa turadigan og'aynim bor, u chempion deyman. Bu solarkali generator ham chempion deyman. Sababi zaslonkasi yo'q, svichasi yo'q. Ya'ni jaydarda solarka tugab qolmasa, sistemaga havo kirib qolmasa, Xudo xolasa bosib ishlab turasizlar. Eslatma uchun yana bitta moy quyiladi bu yoqdan. 1 litr 200 gram diz masla quyiladi. Bu yoqdan moy to'kilinadi. Almashtirayotganda bu yoqdan ochib to'kib, yana qaytib bu yoqqa qo'yasizlar. Toza solarka bakka quyiladi. Mana baklashkalar qo'yganman. Solarka euro 5. Agar dvijok solarkasi tugab qolib, shu shlankka havo kirib qolsa, dvijok zavod bo'lmaydi. Воздушная пробка deydi. Bu holatda mana shu solarka kiradigan shlank. Mana shu xamutini sal teparoqqa ko'tarib turib, shlankani bitta chiqarsanglar, ozgina solarka oqadi. Siz qayta joyiga tiqib yuborasizlar. Havoni chiqarib olish kerak. Generatorni tayyorladim. Solarkalarni qo'ydim, moylarni qo'ydim, akkumulyatorlarni uladim. Strishlarni kesib havo chiqishga tayyorlab qo'ydim. Mana bu havo tortadigan joyi bor. Bu ham yechib qo'ydim. Bu strishlarni, korobkalarni yechmayotganimning sababi mijoz uyga borgun qilmasdan, chizilmasdan chiroyli borsin deyman. Borgandan keyin klient o'zi olib tashaveradi hamma narsasini. Xo'p, mana kalt, bitta burish, zajigание. To'g'ri chiqib qoladi baribir. Juda zo'r narsa-da, bu tankada, bu tanka rostdan.